59 sekund ekskavator haydashni o'rganamiz. Ekskavator haydash uchun o'tirib olamiz. O'tirib olganimizdan keyin ekskavator zavat qilamiz. Kaltidan zavat qilamiz. Zavat qilganimizdan keyin 3 ta rejimi bor. P, W, T. P turganda W ishlatgan, T yo'lda yurganda foydalanamiz. Biz W qo'yamiz. W qo'yganimizdan keyin chap qo'lda straxovkasi bor. Buni tushirmasangiz joystik ishlamaydi. Joystik buni tushirib olganimizda joystik ishlaydi. O'ng qo'lda joystik, bitta joystik 4 ta funksiyani bajaradi. O'ng qo'lda joystik o'ziga qarab tortsangiz stirlarni ko'taradi, pastga qarab bossangiz stirlarni tushiradi. O'ng tarafga qarab bossangiz ko'sh ochadi, chap tarafga qarab bossangiz ko'sh yopadi. Chap qo'ldagi joystik esa o'ziga tortsangiz ukat olib keladi, o'zingiz nariga qaytasiz, ukat nariga qarab cho'sadi. O'ng tarafga qaraysiz, kabinani o'ng tarafga qarab aylantiradi, chap tarafga qarab bossangiz chap tarafga aylantiradi. Oldiga orqaga yurish uchun bu avtomat bo'ladi. Orqaga yurish uchun orqaga buni tortasiz, orqaga yuradi, nitaraga qo'yib oldiga qo'yasiz, oldiga yuradi. Bu biri, toshbaqa ikkinchisi qo'yamiz. Pastda esa bu tormoz, bu esa gaz. Tormoz bosib turib bunday yechim ham narsasini bosadi. Bu yerda esa gaz beradigan joyi bor. Manfaatli bo'lgan bo'lsa